E'tibor berganmisiz, ko'pchilik ukol qilayotganda shunday ignani oladi-yu, mushak orasiga tiqib, porshinning ustiga asta bosadi. Lekin bu hayot uchun xavfli bo'lishi mumkinligini bilasizmi? Ko'pchilik antibiotiklarni lidokain, navakain bilan aralashtirib qiladi. Lekin bu dorilar mushakka emas, tomirga ko'p miqdorda tushsa, og'izda metall ta'mi, sudragilar, yurak urishining buzilishi, yurak to'xtashi kabi asoratlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bunaqa dorilarni yuborganda birdaniga porshinni bosmasdan, balkim ozgina orqaga tortib ko'ramiz. Agar shpris ichiga qon kelmasa, keyin porshinni bosamiz va oxirigacha yuboramiz. Chunki agar shpris ichiga qon keladigan bo'lsa, siz tomirga tushib qolgan bo'lasiz va siz yuboradigan dori mushakka emas, tomirga borib nojo'ya ta'sir qilishi mumkin. Agar bu haqida bilmagan bo'lsangiz, bu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'ying va shunga o'xshar foydali ma'lumotlar uchun obuna bo'lishni unutmang.